Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat universiteti fizika, matematika va axborot texnologiyalari fakulteti Difisat tinglovlar kafedrasi o'qituvchisi Ziyorat Tursunov bo'laman. Bugun sizlar bilan Kirchhoff formulasining keltirib chiqarilishi va isbotlari haqida to'xtalamiz. Demak, masalaning qo'yilishi. Demak, bizga ushbu ko'rinishdagi birinchi to'lqin tarqalish tenglamasi berilgan bo'lsin. Ya'ni bu yerda u funksiyamiz demak 3 ta fazoviy o'zgaruvchiga va bitta vaqt bo'yicha t o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan funksiya. Demak, bunimiz R3 soha va dekart ko'paytma 0 dan cheksizlikgacha aniqlangan bo'lsin. Ya'ni x bo'yicha R3 dan t bo'yicha demak o'sha musbat sonlar. Demak, bizga qo'shuv masalasini qo'yamiz. Ya'ni ikki ko'rinishda, ya'ni u funksiyaning t teng 0 dagi qiymati fx va u funksiyaning t bo'yicha hosilasining t teng 0 dagi qiymatiga px ko'rishda olamiz. Demak, ushbu 1-2 masalaning klassik yechimini deb quyidagicha aniqlangan uxt funksiyaga aytamiz. Ya'ni bu o'sha R3 va dekart ko'paytma 0 dan cheksizlikgacha bu qandaydir sohamiz, ya'ni o'sha gipertekislikni ifodalaydi. Demak, o'sha tekislikda gipertekislikda demak ichkaridagi nuqtalarda bu funksiyamiz uxt funksiyamiz ikkinchi tartibli hosilalar bilan uzluksiz differensiallanuvchi bo'ladi va birlashma demak sohaning chegarasida birinchi tartibli hosilasi bilan, ya'ni S1 sinfga tegishli uzluksiz differensiallanuvchi funksiya sifatida qaraymiz. Demak, quyidagicha demak bu o'rta arifmetik integralni kiritamiz. Ya'ni u shapkacha rt funksiyamizni 3 ko'rinishda aniqlaymiz. Va bu yerda e'tiborga olishimiz kerakki, bizda berilgan u funksiyamiz demak 4 ta o'zgaruvchiga bog'liq edi. Ya'ni fazoviy o'zgaruvchilar bo'yicha x1, x2, x3 va vaqt bo'yicha t. Bu yerda demak ushbu integral orqali uni ikkita o'zgaruvchiga bog'liq, ya'ni r va t ga bog'liq funksiyaga o'tamiz. Demak, bu yerda bizga sfera berilgan, ya'ni biz o'sha nimani sferaga qarayapmiz, ya'ni sfera bo'yicha integrallashni amalga oshiramiz. O'zgaruvchi fazoviy bo'lgandan keyin demak, bu yerda sferamiz markazi x nuqtada radiusi r ga teng bo'lgan sferani ifodalaydi va x minus x modulining kvadrati demak quyidagi ko'rinishda aniqlanadi. Demak, uchinchi bu integralimiz, o'rta qiymat integralimiz, demak qutb koordinatalar sinfiga o'tish uchun quyidagi ma'lum bir belgilashlarni beramiz. Ya'ni x'imizni x plus r eta sifatida oladigan bo'lsak, demak bu yerda x'imiz x1, x2 va x3 komponentlardan iborat. X'imiz ham xuddi shunday, x1, x2, x3. Demak, bu r sferaning radiusi, eta demak eta 1, eta 2, eta 3 sferaning birlik radiuslari sifatida olamiz. Demak, eta 1, eta 2 va eta 3 larni ushbu ko'rinishdagi ma'lum bir belgilashlar orqali biz demak o'sha dekart koordinatalar sistemasidan qutb koordinatalar sistemasiga o'tishimiz mumkin. Demak, bu yerda d s bu sferaning elementi. Demak, u o'zi bizga oldin ifodalanganday demak o'sha sferaning dsimiz bizga ilzosti demak dx kvadrat plus dy kvadrat plus dz kvadratlardan iborat edi. Demak, ushbu almashtirish orqali va kvadratik formaning birinchi bosh elementlaridan foydalansak, ya'ni o'sha sferani tenglamasini beruvchi tenglamadan kvadratik forma tuzamiz va uning bosh elementlaridan foydalanib quyidagi ko'rinishdagi
bunday bo'lganda o'sha qutb koordinatalar sistemasida tasvirlashimiz mumkin. Demak, d omega ettani sinus teta d teta d fi to'lqinchalar orqali demak birlik sferaning birlik radiusli sferani ajratib olamiz. Element sifatida belgilaymiz. Demak, 4 va 5 belgilashlarni hisobga olib, demak 3 o'rta qiymat integralimizni quyidagicha yozishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ushbu ko'rinishda yozish mumkin. E'tibor qilsak, demak bizga integral chegaramiz demak modulda x minus x teng r edi. Demak, x ni 4 ko'rinishdagi belgilashni oldik. Agar o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, demak bizda bu yerda modulda eta teng 1. Ya'ni markazi x nuqtada edi, biz uni markazi 0 nuqtada bo'lgan, bunda radiusi r edi. Demak, radiusi 1 ga teng bo'lgan nimaga sferaga o'tkazdik. Ya'ni ushbu 6-ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. R teng 0 da ko'rishimiz mumkinki, demak r o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, 6-tengligimizda ux t demak o'sha integralning nimasiga bog'liq emas, ya'ni bu yerda d teta va fi o'zgaruvchilarga bog'liq emas. Shuning uchun ux t ni demak olib chiqishimiz mumkin va bizda qolyapti integral modulda eta teng 1 dan, demak d omega eta, demak bu birlik sferaning yuzasini beradi. Demak bu 4 pi ga teng. Demak soddalashib ux t ni olamiz. Ya'ni aytishimiz mumkinki, o'sha o'rta qiymat integralimizning, ya'ni u shapkacha funksiyamiz r teng 0 dagi qiymati, demak bizni topishimiz kerak bo'lgan ux t funksiyani berar ekan. Demak, biz bir ikki masalani yechimi mavjud deb qaraymiz va x o'zgaruvchini x o'zgaruvchi bilan almashtiramiz. Ya'ni 7 ko'rinishdagi umumiy ushbu tenglamani olishimiz mumkin. Demak, bu 7 tenglamaning ikkala tomoniga p taqsim 4 ni ko'paytirib, shar bo'yicha demak integrallaymiz. Shar bo'yicha integrallaymiz ikkala tomonni. Demak, bu 8 tengligimizni har bir integralimizni alohida qaraymiz. Ya'ni 8 tenglikning o'ng tomoni bu Greenning ikkinchi formulasidan foydalansak, ya'ni ana bu 9 ko'rinishda o'tadi. Demak, bu qanday bo'ldi? Masalan, Greenning ikkinchi formulasi bizga ushbu ko'rinishda aniqlangan. Demak, bu yerda bizda e'tibor qilsangiz, v funksiyani o'rniga 1 kelyapti. Demak, ana bu yerda 1 turibdi. Demak, v funksiyamiz 1 ga teng. Demak, ikkinchi demak integral hadimizda bu yerda v funksiyadan Laplace operatori, ya'ni Laplace operatorini ta'sir ettirishimiz kerak. Ya'ni 1 bo'lganda, demak bu qismimiz 0 bo'lib ketadi. O'z-o'zidan tenglamaga qarasak, v imiz 1 ga teng. Demak, 1 dan normal bo'yicha hosila ham 0. U holda demak bizga faqat ana bu integralning birinchi qismi qolyapti. Ya'ni ushbu ko'rinishda ifodalandi. Ya'ni bu yerda v imiz teng bir holatni qaraymiz. O'z-o'zidan ma'lumki, bu yerda demak sferaning o'sha sirtiga o'tkazilgan normal demak uning radiusiga perpendikulyar. U holda ushbu almashtirish o'rinli bo'ladi. Demak, ushbu almashtirishdan foydalansak, demak 9-tengligimizning o'ng tomoni, ya'ni u dan normal bo'yicha hosilamiz. U dan demak o'sha radius bo'yicha hosilaga o'tadi, r bo'yicha hosilaga o'tadi. Ya'ni uning chegarasida, ya'ni shar bo'yicha integralga keladi. Endi 10ning o'ng tomonni sferik koordinatalarga o'tamiz. Ya'ni buni biz o'sha Greenning ikkinchi formulasidan foydalanib ushbu ko'rinishda yozib oldik. Endi buni biz sferik koordinatalarga o'tamiz. Demak, yuqorida biz ma'lum bir belgilashlar olgandik.
mana bu yerda masalan 4 va 5 belgilashlarimizdan hisobga olsak, demak o'yin tengligimizni, demak o'yinish tengligimizning o'ng tomonini quyidagi 11 ko'rinishda ifodalashimiz mumkin. Ya'ni x ni o'rniga x plus r etda qo'yamiz va d s x ni o'rniga demak r kvadrat d omega ettani qo'ysak, demak ushbu holatga o'tadi. Demak bu yerdan integraldan demak r bo'yicha hosilani chiqara olishimiz mumkin va 1/4 ni kiritsak, demak bizga ushbu qavs ichidagi ifodamiz yuqoridagidek xuddi o'rta qiymat integralini beradi va undan r bo'yicha hosila ko'rib turibsizki, demak 11-qiymatni qabul qilishingiz mumkin. Tenglikni olamiz. Endi 8-tenglikni chap tomonini integral almashtiramiz, ya'ni uni ham xuddi shunday r teta phi yordamida sferik koordinatalarga o'tamiz. U holda integral sharh bo'yicha olinadi. Ya'ni bizga dximiz rho kvadrat sinus phi d rho va d eta d philarga teng. Yoki buni qisqacha ushbu ko'rinishda belgilashimiz mumkin. Demak 12 ni hisobga olib, demak 12 ni hisobga olsak, ushbu 8-tenglikning chap tomonini quyidagicha almashtirish mumkin. Demak bunda birinchi bu integralimizni demak 4 va 5 almashtirishlar va 12 almashtirishlarni hisobga olsak, birinchi buni demak 0 dan r gacha, ya'ni radius bo'yicha integrallaymiz. Keyin har bitta o'sha kesim yuzalari bo'yicha integrallar umumiy holatda o'sha sfera hajmini, sharning hajmini topamiz, aniqlaymiz. Demak bu ushbu ko'rinishda ifodalanadi. Demak birinchi radius bo'yicha, keyin yuzalar bo'yicha integralga integrallaymiz. Demak bu bilamizki, o'sha o'rta qiymatning 0 dan r gacha bo'lgan integraliga teng, ya'ni ushbu 13 ko'rinishda ifodalanadi. Demak 8-tengligimizni chap tomoni ushbu 13 ko'rinishda va o'ng tomoni quyidagi 11 ko'rinishda ifodalandi. Demak o'rniga yetib qo'ysak, ushbu 14 ko'rinishdagi ifodani olamiz. Demak 14-ifodani r bo'yicha demak differensiallasak, demak quyidagi ifodani olishimiz mumkin. Ya'ni 15 ko'rinishda. Ya'ni u demak shapkacha rt funksiyaga nisbatan ikkinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglamani olamiz. Demak biz tenglamani oldik u shapkachaga nisbatan. Endi bizga berilgan Cauchy masalasi bor edi, ya'ni Cauchy shartlari, boshlang'ich shartlar. Demak ular yordamida o'sha va o'rta qiymat haqida o'rta integraldan foydalanib, 3-ko'rinishdagi o'rta integraldan foydalanib, ya'ni t ning 0 nuqtasidagi qiymati bu u shapkachaning r 0 nuqtasidagi qiymatiga teng. Demak u xi nolimiz bizga demak phi ximizga teng. U holda bunimiz demak u kirishgacha demak u shapkacha r 0 dagi qiymati demak phi shapkacha r ga o'tib qoladi. Xuddi shunday demak ikkinchi sharti, ya'ni t bo'yicha hosilasining o'sha t 0 nuqtadagi qiymati ko'rib turibsizki, demak bu demak u shapkachaning t bo'yicha hosilasining t 0 nuqtadagi qiymatiga o'tib, u ham bo'lsa demak psi shapkacha r funksiyamizga o'tadi. Demak biz 15 ko'rinishdagi ikkinchi tartibli xususiy hosilli differensial tenglamani oldik hamda 16 ko'rinishdagi unga mos bo'lgan boshlang'ich shartlar, ya'ni Cauchy masalasini qabul qildik. Ya'ni 15-16 ga demak bu Cauchy masalasi deyiladi. Demak avval
14-tenglamaning umumiy yechimini topamiz. Ya'ni 14-tenglamani ushbu kursak tenglamaning umumiy yechimini qidirish bilan topamiz. Demak, bu uchun ushbu ko'rinishdagi 17 ko'rinishdagi funksiya kiritamiz. Ya'ni VRT'miz bu demak R ko'paytirilgan u shapkacha RT funksiyamizga teng, ya'ni 17 ko'rinishda. 17 tenglamamiz demak ushbu 18 ko'rinishdagi bir jinsli to'rt tebranish tenglamasini qanoatlantiradi. Ya'ni biz yuqoridagi demak 15 ushbu tenglamamizda ushbu ko'rinishdagi to'rt tebranish tenglamasini olamiz. Ya'ni ikkita o'zgaruvchiga bog'liq bo'lgan, T va R ga bog'liq bo'lgan to'rt tebranish tenglamasi. Buni bilamizki, demak 18 ko'rinishdagi to'rt tebranish tenglamamizning yechimi demak ushbu 19 ko'rinishda ifodalanadi. C2miz demak C1 va C2 demak o'zga funksiyalarimiz. Demak bu S2 sinfga tegishli ixtiyoriy funksiyalar. U holda demak 19 ni quyidagicha yozish mumkin. Ya'ni ushbu ko'rinishdagi ma'lum bir belgilashlarimiz orqali. Demak V'mizni biz demak R u kirishgacha deb belgilab olgandik. Demak ushbu 17 dan foydalansak, ushbu belgilashdan foydalansak, demak 20 ko'rinishdagi tengligimizni ushbu 21 ko'rinishda yozishimiz mumkin. Demak u shapkacha 0t emas, demak R 0 bo'lganda u chegaralangan. Shuning uchun demak R o'rniga 0 qo'ysak, u holda 21 tengligimizning chap tomoni 0 bo'lib ketadi. O'ng tomoni F1t plus F2t ga o'tadi. Ya'ni bundan F2timiz minus F1t ga, ya'ni bundan ham minus ft ga tengligini topishimiz mumkin. U holda 21 tengligimizni ushbu ko'rinishda yozib bilamiz. Demak 3 ga ko'ra 1-2 masalaning yechimi uchun u 0t ni topish kerak edi. Chunki u shapkacha funksiyamizning r teng 0 dagi qiymati u xt funksiyamizni berardi bizga. Buni yuqorida ko'rsatganmiz. Shuning uchun demak biz hozir topishimiz kerak bo'lgan u shapkacha 0t funksiyani topamiz. Birinchi. Demak bu uchun ana 22 tengligimizni r bo'yicha differensiallaymiz. Ya'ni r bo'yicha differensial quyidagi ifodani olamiz. Agar r da o'rniga 0 qo'ysak, demak bizga bu shapkachamiz 0t emas, 2 taqsim demak a f' t funksiyaga, ya'ni 24 ko'rinishiga kelib qoladi. Demak 1.24 dan kelib chiqadiki, u shapkacha demak 0 t va shuning uchun u xt funksiyani aniqlash uchun ularni f' t bilan ifodalashimiz kerak. Demak 16 dan foydalanib demak bu yerda 1.24 hatto ketibdi, 24 tengligimiz va 16 dan foydalanib 22 tengligimizni t bo'yicha differensiallaymiz va u ifodani bir taqsim a ga bo'lamiz va ushbu 25 ko'rinishdagi ifodani olamiz. Demak biz 23 va 25 ifodalarni hadlab qo'shsak, demak bizga ushbu ko'rinishdagi ifodamiz kelib qoladi. Agar t o'rniga bu ifodamizdan 0 ni qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bizda yuqorida berilgan ya'ni ushbu 16-shartdan foydalanmoqchi bo'lsak, t o'rniga 0 qo'yamiz. U holda ana bu yerda. Demak t o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, bu u shapkacha r 0 funksiyamiz demak bizga f shapkacha r funksiyamizga teng edi va u shapkacha funksiyadan r bo'yicha t bo'yicha olingan hosilaning t teng 0 nuqtasidagi qiymati psi shapkacha
r funksiyaga tengiydi. Demak, o'ng tomoni demak t o'rniga nol qo'yamiz. Ushbu tenglikni olamiz. 26 tenglikni olamiz. Demak, bu ixtiyoriy rlar uchun qanoatlantiradi. U holda biz r funksiyani r o'zgaruvchini quyidagi at ko'rinishda belgilashib kiritamiz va bu yerda t funksiyamiz r taqsim a. Demak, quyidagicha almashtirish olishimiz mumkin. Ya'ni bu holda e'tibor qilsak, bu yerda demak quyidagicha tenglik keltiraylik. Demak, funksiyamiz demak u t ga bog'liq, t'imiz esa r ga bog'liq. Demak, undan r bo'yicha hosila, birinchi demak f dan t bo'yicha hosila va t dan r bo'yicha hosila, ya'ni murakkab funksiyaning hosilasi. Demak, t dan r bo'yicha hosil oladigan bo'lsak, u 1 taqsim a ga teng. Demak, ushbu ifodadan foydalanadigan bo'lsak, demak biz ushbu ko'rinishdagi 27 ifodani olishimiz mumkin. Endi demak 24 va 27 bu demak oxt, ya'ni o'shagacha 0t funksiya teng ekanligini hisobga olamiz. Ya'ni ana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Biz yuqorida keltirgandik. Masalan, ana 24-tengligimizda demak 2 taqsim a f t funksiyamiz u kirishgacha demak 0t funksiyaga teng edi. Demak, ushbularni hisobga olsak, demak bizga ushbu ifodamiz bu yerda o'sha bizga berilgan bir ikki masalaning yechimini olishimiz uchun yordam beradi. Ushbu holatda demak bizda f at va psat funksiyalarimiz demak yuqoridagi 16 shartdan foydalanadigan bo'lsak, ya'ni 16-chi ushbu integral tenglamalarni o'rniga yetib qo'ysak, ya'ni r ni o'rniga at bilan keltirib qo'ysak, demak bizga ushbu ko'rinishdagi umumiy yechimni olishimiz mumkin. Oxt funksiyaning shu umumiy yechimi. Demak, ma'lum bir soddalashishlar orqali demak oxt funksiyamizni quyidagi 28 ko'rinishda yozamiz. Demak, bu Kirchhoff formulasi deb nomlanadi. Demak, Kirchhoff formulasiga quyidagi ko'rinishdagi misol qaraylik. Ya'ni xususiy solayli differensial tenglama berilgan bo'lsin, ikkinchi tartibli ushbu ko'rinishda va unga mos bo'lgan boshlang'ich shartlar. Demak, bu yerda ko'rib turibdiki, a imiz 3 ga teng. Demak, f funksiyamiz 9 ta x kvadrat plus 8 y kvadrat plus 7 z kvadrat. Ps funksiyamiz 0 ga teng. Demak, biz bilamizki, qo'shuv masalasining yechimi, ya'ni ana bu ushbu ko'rinishda bo'layotgan bo'lsa, qo'shuv masalasining yechimi ushbu formula bilan aniqlanadi. Ya'ni ushbu ko'rinishdagi formula bilan aniqlanadi. Ya'ni bu yerda amiga markazi demak m nuqtada bo'lgan, radiusi at ga bo'lgan sfera. Demak, bizda faqat Kirchhoff formulasining birinchi integrali qoladi, chunki f funksiyamiz 0 dan farqli. Ps funksiyamiz 0 ga teng, demak ikkinchi integrali 0 bo'lib ketadi. Demak, quyidagicha ma'lum bir almashtirishlarni olsak, ya'ni x sifatida x plus a imiz 3 ga teng bo'lgani uchun 3t sinus teta kosinus f va ettamizni ushbu ko'rinishda va kappa funksiyamizni ushbu ko'rinishda oladigan bo'lsak, bu holda d isimiz demak ushbu ko'rinishda ifoda keladi. Demak, bilamizki, teta funksiyamiz 0 dan p gacha, f funksiyamiz 0 dan 2p gacha o'zgaradi va ham ifodalarni o'rniga qo'yib, birinchi demak f bo'yicha, keyin teta bo'yicha integrallashni bajarsak, demak ushbu ko'rinishdagi Kirchhoff formulasining umumiy yechimini olamiz. Demak, bugungi ma'lumotlar yordamida biz Kirchhoff formulasining umumiy keltirib chiqarish bilan tanishib chiqdik sizlar bilan. E'tiboringiz uchun rahmat.